Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızda başlayımız. Leksiyada size gacırız, Washington'da sizdeyimiz. Bugün çizdak işkemeğin 24. yıl 2. ayının 27. günü. Artık sayşembe vatandaş. Bugün sizlerge vaziyetten haber berdiğen bolsak vaziyet mındak mesela mavzunun üzünlük bir hazır. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden İsrailiya bilan Hamasning o'tirishida bir necha kun ichida urush to'xtaydi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 2. ayning 27. kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlanadi. Bu intayin zo'r voqea vatandoshlar. O'rta Sharq uchun zo'r voqea. Dünya üçün zor vaqa, çoğun devletler oturuşki münasebetler üçün zor vaqa. Şundak lazım, meyli İsrailiye taraftan, meyli Palestin, Hamas taraftan bihuda ülüvatkan, yaki bapat buluvatkan fırala üçün etkanımız zor. Mesela uruş. Toxtaş gerek vatandaşım, bugün bana Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden tentenlik aldı, bunu ilan kıldı. Muşu arlıqda İsrailiye Hamas to'qinishi oxirlashidi. Prezident Joe Biden 2. ayning 26. kuni mundaq ko'rsatdi. Menen faraz qilishimcha dedi, İsrailiya bilan Hamas o'rtasida G'azzada yuz bergan to'qinish kelar haftadan burun oxirlashadi. Chunki urush qilayotgan ikki taraf hozir Qatar davlatida ötküzüvatkan söhbet az günde kelişim hasıl kılıdı. Söhbet gürege elingan adamlarını hem iki taraftan koyup bir işlemi öz işçi kalıdı. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden NBC tarqatgan xabarda to'liqlab turib yana mundaq ko'rsatdi. Hazır elep berilayotgan söhbetde İsrailiya Ramazan ayları aralığında Gazza rayında urush to'xtatishga ma'qul bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden bir necha kun ichida urush to'xtatishni umid qiladiganligini bildirdi vatandoshlar. Demak, bu O'rta Sharq uchun tinchlik yetib keladi degan gap vatandoshim. Biz tunagan sizlarga Ukrainaning prezidenti Zelenskiyning ham shunday bir yig'in, ya'ni Shvetsiyaning yig'in chaqirish plani bo'yicha Ukrayna'da tinchlik qilishga urush va buning Rossiya vakilini qatnashtirishdan iborat mushunday tinchlik tashabbusini o'tirib qo'ygan edi. Ukrainadan keyin bugun endi Falastin Hamasga, Ukraina Rossiyadan keyin Falastin Hamas keldi. Ehtimol balki bu orliqda mush yil bu urush to'xtaydi vatandoshlar. Endilikda yana bir vaziyatimiz nima deymiz desangiz, hozir G'arb davlatlari boshliqlari Fransiya Parijga toplanib, Ukraynani qo'llaydiganligini bildirdi. Rossiya mag'lub bo'ladi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 2. ayning 27. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Washington Yevropa ittifoqiga a'zo 20 necha davlat başlıkları 2. ayının 26. günü Parij'de yığın açıp Ukrayna meselesi bu için birdek ittifaqlaşqanlığını ko'rsatdi. Ve Rusya şundaq dedi ki Rusya Ukrayna urushi 3. yılga qadam bosdi. Muşundaq bir paytda har qaysi davlat boshliqlari ve devletler Ukraynani qo'llashga va'da berdi. Yaki bu devletlerin Ukrayna'nı qo'llashi tevrenmeydi. Fransiya'nın prezidenti Macron bu qatim Fransiyada chaqirilgan 20 necha devlet, yani Ukrayna'ni qo'llash yig'iniga riyosatchilik qildi. Macron bundoq ko'rsatdi. Bu qatimqi yig'in Ukraynaga yordam berishni kuchaytirishni va moslashtirishni muhokama qiladi. Hem dishonchilik usullari orqali Rossiya tarafga bu urushda g'alaba qilolmaysan deb uqtirish berdi.
degan uçurni yetkizdi. Prezident Makaronning so'zlaridan naql keltirib, Amerika Birleşme Agentligi bunda ko'rsatdi. Biz halqiliq bir davrda turibmiz. New York Vaqt gazeti Prezident Makaronning so'zidan naql keltirib, bunda ko'rsatdi. Rossiya Ukraina urushida g'alaba qilolmaydi. Amerika Birleşme Agentligi biz halqiliq paytda turibmiz. New York Vaqt gazeti Rossiya Ukraina urushida g'alaba qilolmaydi. Endi ma 3-chi xabarga diqqat qilasiz biz arliqda. Amerika Qo'shma Shtatlarining quruqliqda chiqib jang qilishi yoki shuningga yaqinroq alohida harakat qismlari jinmin oralig'iga kirib keldi degan edi vatandoshim. Endi bugun shuni anglaysizki, Amerika Qo'shma Shtatlari dengiz soqchilari Kiribati davlatining dengiz soqchilari bilan birlikda Jungoning biliqchi kemillariga qaratgan navbatdagi tekshirishni yo'lga qo'yib, Jungoning biliqchi parxodlariga chiqdi. Mavzuda xabar 2-26 Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Deyli, hozir Kiribati Ulug' okeanda kichik bir orol davlati. Bu davlatning aholisi 115 ming. Yer maydoni 811 ming kvadrat kilometr. Ening iqtisod rayoni, ya'ni dengizdagi maxsus iqtisod rayoni 350 ming kvadrat kilometr. 115 ming vatandosh. 115 ming Uyg'uriston mustamlik Uyg'uristonda bir kommunadan. Xitoy qo'yib bergan kommuna degan ismdagi bir kommunadan chiqadi 115 ming nopos. Ondan keyin bir yezilik hukumat hukmronlik qilayotgan Xitoydagi yezilik hukumat hukmronlik qilayotgan bir yezidan 115 ming nopos allaqachon chiqadi. Hozir Uyg'ur 2 millionlab, 3 millionlab. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisi Avam palatasining a'zosi ham, ya'ni shundaqlar favqulodda raqobat chunki Amerika komitetining bir nafar a'zosi Krishna Marti aytgandek, Uyg'urning hozir jazo lagerida yetayotgan odamlar 2 milliondan 3 milliongacha. O'ylab ko'ring, vatanda 2 milliondan 3 million odam Uyg'ur jazo lagerida, jazolash lagerida turmida yetyotadi. Bu yerda hozir 115 mingla nopus va Kiribati Ulug' okean mustaqil davlat ekan. Biz buni qo'yib turaylik. Endi hissiyotimiz to'g'ri kelib qoldi so'z deb qo'ydik. Hozir endi Amerika Qo'shma Shtatlarining dengiz soqchi qismlari bilan dengiz soqchilari bilan Kiribati davlatining dengiz soqchilari Amerikaning dengiz soqchi parxodiga o'ltirib, bu rayonda, ya'ni biliq tutish rayonida deyli, Kiribatining biliq tutish rayonida biliq tutayotgan jungo parxodlariga chiqib tekshirdi. Demak, bu yerda qanday masalalar izlaymiz dedi, bu tarafi ma'lum emas. Oxiri Amerika Qo'shma Shtatlari yana bu yerda qonunga xilof harakat bayqalmadi deb e'lon qildi vatandosh. Jinminda alohida harakat qismlarining jinmin orlig'i yetib kelganligi hozir 2 tor betida yetib keldi bu xabar endi. Endi bugun Kiribati Ulug' okeandagi davlat bilan birlikda dengiz soqchilarining Jungoning parxodiga chiqib parxodni tekshirganligi. Jinmin orolida bundan avval yuz bergan voqealar. Mushlarning hammasini birlashtirib qarasangiz, endi vaziyatning shaklida o'zgarish bo'layotdi vatandoshim. Chunki vaziyatning mazmunida o'zgarish bo'layotdi vatandoshim. Shaklida va mazmunda o'zgarish bo'layotdi vatandoshim. Dal shu vaqt shuning diqqat qilingki, yana o'tganda biz bir qatam xabar bergan edik sizlarga, masalan 11-oyda San Fransisko suhbati boshlanishdan burun orpisida Jungo Kuomintang, ya'ni Tayvandagi hokimiyat olmush turib, hokimiyat kelib turadigan
Cungo'nun an'anaviy partiyasi Cungo Gombindang'ının reisi şaliyen bugünlati yana cho'nqurliq Cungo'ga berib sayohatga, ziyoratga berib keladigan bo'ldi. Hukumat arboblari bilan ko'rishmamdi bu ikkinchi gap. Biroq shu narsaga yana diqqat qilasizki, vatandosh endi hozir to'r betlarda bir tashabbus o'tirg'i chiqdi. Bu tashabbus nima desangiz, hozir Cungo yemirilish davriga kirdi. Yemirilgandan keyingi Cungo qanday holatga Cungo bo'lishi kerak degan masala bo'yicha hozir to'r betlarda dastlabda bu mavzular paydo bo'lib qoldi. Ato'gan qanday davomlashadi? Biz sizlar bilan buni ko'ramiz. Vatandoshim, bugun sizlarga yetkazadigan 2-3 vaziyat munosabat xabarimiz Prezident Joe Biden tantanli holda bayonot qildiki, oldimizda Isroiliya, Falastin yoki Isroiliya Hamas to'qinishi oxirlashadi. Ramazon oylarida Isroiliya urush to'xtatdi. Bu intayin büyük xabar vatandoshim. Ondan keyingi xabarning anda nima ekanligi va jiddiylik darajasini elsangiz, biri Yevropada, Fransiyada echilayotgan yig'in Ukrainani uzil-kesil qo'llash, tebranmay qo'llash. Bu endi oxir qaror bo'lishi kerak. Shundan bilan Ukraina masalasi ehtimol bir taraf bo'ldi va Rossiyaning bu urushda mag'lub bo'lishi bir taraf bo'ldi. Bu ikki xabar vatandosh. Anda üçüncüsü Kiribati Okean devletinin deniz sakçılarıyla Amerika Qo'shma Shtatlar deniz sakçılarından birlikte bilik tutuş rayonida Kiribatining Cungo'ning bilikchi kemalar parxodlarini ustiga chiqib tekshirganligi. Men bundan hayron, hozir buning bir ish kun bo'ldi desak, birinchi vaqtda Cungo Kompartiyasi Tashqi ishlar ministrligi darhol bayonot e'lon qilib changi biz bunun qattiq qarshi bunu tanqidlaymiz deb bundaq bir bayonot e'lon qilish kerak edi. Hozir jimjit turib o'tdi. Bu tarafini men tushunmadim vatandosh.